Joyda men hech qayerda $1 ham so'raganim yo'q va so'ramayman ham. O'zbekistonning o'zini kuchi yetarli, qurbi yetarli. O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston xorijdan qariyb $20 milliard qarz oldi. Bugungi kunda O'zbekistonning tashqi qarzi qariyb $36 milliard ga yetgan. 35 million aholimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu degan so'z demak aholiga bugungi kunda $1100 dan ortib tashqi qarz bo'ynida turibdi degan gap bu. Bu chaqaloqi bo'ynida ham shu turibdi. Davlat rahbarlari, davlat organlari rahbarlari bemalol qarz olyapti. Lekin bu qarzni to'lash uchun kelajak avlod bo'ynida turadi. Kelajak avlod bu qarzni to'laydi. O'zbekiston 2021-yilning birinchi yarmida xorijdan $2 milliard dan ko'proq qarz olgan. Markaziy bank tomonidan sentyabr oyi oxirida e'lon qilingan hisobotda respublika tashqi qarzining umumiy miqdori 1-iyul holatiga ko'ra